Assalomu alaykum, Xatirchi begimiz guruhi a'zolari. Navoiy viloyati Xatirchi tumani Miyanqol mahallasi Olmazor Nurmuhammad, Kaliforniya qizil yog'och o'chinlari hamda chorvachilik biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Do'stlar, mana bugun sanamiz 23-yanvar, hafta kuniga juma. Bugun biz begimiz biznesi haqida, Kaliforniya qizil yog'och o'chini biznesi haqida emas, chorvachilik biznesi haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Videomizga like bosib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz do'stlar. Qanday boshladik. Do'stlar, biz begimiz biznesi bilan shug'ullanishdan oldin ham chorvachilik bilan shug'ullanganmiz. Oldindan ham shu mol yemlab turdik. Mana Xudoga shukr, hozir yana biznesga qaytdik. Xo'p, asosan mollarimiz ikki turga bo'linadi. Bu yoqda boqilayotgan, go'shtga tayyorlanayotgan mollar, bu yoqda bu kichkamiz. Buni hali kichkina deb tashamay turibmiz. Bu yoqda siyir qilmoqchi bo'lgan ikkita g'o'zanchalarimiz bor. Shved, tasi. Mana bu yoqda yakkashoq siyirimiz bor, to'qib olish kerak. Bularga do'stlar asosiy mahsulotimiz siras bo'ladi. Sirasini yerga ko'mib qo'yganmiz. Asosiy mahsulot shu siras, bularga yem taxlashni ikki xil qilib taxlaymiz. O'sha sirasni taxlab qo'yamizda. Mana shunday ko'rinishda taxlab qo'yamiz. Boqilayotgan mollarga har bittasiga 1 kilogramdan kunjara, bug'doy yormasi, makka yormasi aralashtirib beramiz do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, chorva biznesi bilan qiziqayotgan do'stlarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boraverasizlar do'stlar. O'sha chorva biznesi haqida yangiliklar, o'sha qanday boqish kerak, nimalar qilish kerak, hammasi haqida aytib o'taman. Bu klankani do'stlar kecha qoqdik, lekin sovuq qor nima uchun qoqmadik? Endi hozir mollarda burga bit kasallik bosib ketmasligi uchun kecha endi bu yoqda klanka bilan yopdik. Mollarimizni asosan shu ayvonimizda hafta 10 kunda xloropas bilan dorilab turishimiz kerak, o'sha hasharotlardan himoya qilish uchun do'stlar. Keyingi videolarda yanada ma'lumotlar berib boraman. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni kuzatib boring do'stlar. Videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turing.